Xudo, qozoq-qozoqlarga o'xshab kofe-mofega chaqiryapsiz. Bu yerda oddiy odamlar ham o'tiradi. Mana ko'rasizmi? Mashinasini eberasiz hayitligiga, keyin qizingiz baxtli yashaydi, bo'lmasa qizingizni olib ketadi. Voy, noinsof 4 ta hayit o'tdi уже. Bahona qilma Xudo. Xudo bu necha metr bu? 10 metr. Voy, vohada qarindoshiniga paqir to'g'rini nima keragi bor? Hammasini qilaysiz, xotinim aytdi. Meni xotinim atgan bo'ladi. Xotin qulmisiz? Yo'q, men hurmat qilaman xolos. Voy, surishtirib tualetlarimgacha kirib chiqqanidan bir farishtani olib kelsani kerak deb o'yladim. Uyqudagi farishta ekan-ku qizingiz. Xudo, o'g'lingiz sen ozoda emas ekanlar. Nos chekib divandaga tupura ekanlar. Qizim chipara yuribdi. Nos tupuradigan qilib qo'ygan o'g'lim. Baklashini kesib tegini qilib qo'ygan. Xotin, ana yaliq xudan o'z spiska qilib ketdi. O, yetti avlodini qilib ketdi. O'lib ketgan tog'alari ham bor ekanlar. Tirjayib turishini qara, kuydirgan gallaga o'xshab. O'y sotamiz endi. Xotinga achir topshirib kelishiga menga qarab, tirjayib turdingiz rosa. Men xotindan maslahat so'ramayman. O'zim bir marta so'raganman, siz bilan xudo bo'lganman o'shanda ham. Afsuslanma. Mendaqa xudo sizda bor xolos. Boshqa hech kimda yo'q. Nishtadan ishlasa o'g'lim o'lay deganima, yo'q deganman. Xudo men shakarda o'lay, kompot qo'yasiz. Yo'q, men bu shakar qarab olgan jo'tim yo'q. Unda kofeda iching. Ichmayman, sen bergan kofeni ichmayman. Men bermadim. Siz o'zingiz so'raysiz berib. Xudo men eroq kiyovering, sharmonda qilasiz. Xudo siz bilan o'tirgan orqilibman, qarang. Yo'q, xudan emaslar bu kishi. O'shtog'ani ham emaslar. Mendan orqalagan olib qo'ying, spiska qilib kelaman yana bir martalab. Hammasini to'lab o'tib ketasan. Men qo'sh, yana 10 metr qo'sh, shu bilan meni go'lga tiqasan. Qo'sh, bor, qo'sh. Xudo spiskaga narsalarni eberasiz, keyin qo'yib yuboraman. Bo'lmasa hech qachon qo'yib yubormayman. 2 dunyoga bermayman. Berasan. Xudo yosh bolaga ko'ra kulgi bo'ldi. Ikkita tepki chiqazyapti. Keling undan ko'ra farzandlarimizga, oilasiga aralashmaylik, mazza vaqtli bo'lib yashaysin. Hayitli nima bo'ladi? Mana hayitlikni biz o'zimiz bumaga qilib ishlatib yuboramiz o'zi. Ya xudo borsizda, nima qilib berayman? Men sizga astorlar kofe pulini berib qo'ying. O'zim to'layman. To'yxonaning pulini bermabsiz hali. So'g'ida chaqiryapsiz, xudo. Xudo, qizingizni menga berganingizda uyimga kirib, xolodilniklarimiz, tualetlarimga kirib ko'rdingiz. Qizingiz parosatli bo'lsa kerak deb o'yladim. Beparosat ekan qizingiz. Choy damlab beribdimi? Damlab beribdi. Shu hisob. Sovuq choy damlab beribdi. Xudoxon, o'g'lingiz ham so'ta qo'zi ekan-ku. Nima qilibdi? Bo'shga minib kelsa, men o'ziniki deb o'ylayman, bo'shida. O'sha seniki yeza minib kelgan ekan. Qizingizni evlab o'ling, men o'g'lim gapiraman. So'ta qo'zini evlansiz. Sizni qizingiz olgan mahrum olman o'zi. Xotinim bilan bir maslahat qilib ko'radiganingiz mana kanta janovar chaqmagan ekan. Siz patkabluk ekansiz-ku. Patkabluk deyilmaydi, o'zaro hurmat deyiladi. Sizlarda yo'q narsa, yo'q. Xudo, qo'lingiz menga tegiz gaplashmang, uraveraman mana keyin. Bitta kasal bo'lsa, sira jo'natishni bilasizlar. Do'rkolar bermaysizlar. Men bak qarayman mana shu yerda. O'zi kasalvand ekan qizingiz. Siz o'g'lingiz kasal qildi, salla kasal qildilar. Gap qaytarman menga, Xudo. Voy Xudo, shoxona to'y qilsangiz men siz boylab o'ylanman. Ana o'yingiz ham ijara ekan, domda turakasizlar. Menga gapirguncha o'zingiz to'yxonaga pul berib qo'ying. Men har kun telefon qilib to'yxonadan. To'yxonaga kuyov tomon ko'tarib deyilgan. Hadi o'zib qo'yibdi no deb. Men aytdim. Sizga qilam ko'payib ketdi, o'zidan boshqa qilsa bo'ladi. Men boshlayman deb yuribman edi. O'z bircham bu. Asabim buzib qo'ydi. Hammani bir xil ekansiz unda. O'g'lingiz ham oppoq emaslar, diskotekaga yurakanlar. Mana qilig'ini qilib, jenim aytdi. O'l deysiz, jeringiz evlandi. Men o'g'lim bilan ishonmayman. Men o'g'lim o'y desa o'yda. Urdi. 40 ta tog'ora qildi deyishganini o'zi biluvdim. Gap ham o'tmadi keliga. So'g'a somsalaringiz gapirmay Xudo. Shashliringizdan hammasi qutib o'sib ketgan ekan, Xudo. Voy, videoda ko'rdim, rost yeyibsizlar-ku. Yedi to'g'ri, lekin yarmini qo'shniga berib olgan joyim bor. Xudo, keyin aralashmaydi. O'zimiz yoshiga qaytarib, tezalarni yoqib, eri xotin baxtli yashaganmiz-ku. O'lmang, yoshlar bir-birini yaxshi ko'radi. Siz bilan biz sharoit qilib berishimiz kerak, Xudo. Biz aralashaylik, hamma yoshlar ajralib ketdi. Juda bir fayzli insonsizda. Oshmandan bugun oshmandan. Osh qilib berasiz, lekin to'yxonaning pulini hal qilib qo'ying, ha? Beraman. Men xotinning gazini berib qo'yaman, aralashmaydi, sen berib qo'y.